Efendim, guanamı sıkarım. Bu ne? Ben. Isı. Faziliye. Faziliye. Ha? Mandok.
çıkın. Bir, iki, bir, iki, bir. Ornunda tur. Öz ornuna qaytыңlar. Of, vayca. Silah vermeyi aldı. Bugün kızılan da eksiklik etti ya. Açarsınız o. Nertire? Qanday çıkma? Ben de bir sürtüp koyun ha. Bir koyma. Öcek sokulamaz ha. Nertire atma ya. Çığına kile çığına. Ucu akuyunun köksü cep yok onkin ha. Akıyor tüküdü kırağa. 8 yaşlı boğda kim? Ha, nim bo'ldi? Yo'lbos. Cho'chanjon seni chaqiradi da. Hop. Bu nima chaqon bo'g'itdi? Men shu qo'ydan gidayman. Qo'ymaydi. Shu ketdi bu. Hey! Aktif bo'lib ketding jimo sen ha? Keping bormi? Soqshamsan? Qo'rqa qancha. Qo'rqdi. Çoğancang, ben geldim. Keldin mi? Yo'lbos. Ben seni chaqirtgandim. Başka iş yok. Senin bilan sözleşmekçi. Qara seni. Unchilar ko'rinib ketma, ha? Yaqindan beri kayfiyating toza yaxshi emas. Nima sabab? Uzundan buyon ifodang bir qadar yaxshi bo'lganligi uchun cho'ng yig'inda jinoyatingni yengiltishni e'lon qilgan. Bir necha kundan beri boshqacha bo'lib qolding. Nima gapingiz menga davagin? Nima? Deyish qolmamsan? Ha? Yo'lbos. Yo'q. Hech qanday gapim yo'q. Mayli. Qachon degin kelsa, meni izsang bo'ladi. Bundan keyin sening masalaң cho'qim aniqladi. Yaxshi ishlab, opangning umidini oqlab, tezroq chiqib ketishni qo'l keltirgin. Bo'lamdi? Bo'ladi. Yo'lbos. Yo'lbos. Sen kim? Ben seni tanımayım. Şundaq. Sen men tanıgının bilen men seni tanıyma. Sen Cenubi Şinjan'ın nam çıkargan yavat emasmi? Yavat. Sen hata tanıp kapsan. Yavat degen kim o? Ben tanımayım. Yo'lbos. Yo'lbos. Sen tanıqsızlık kılma.
İkimiz aslında bir kestik adam o. Ben sana aytip koyay. Senin chet eldeki ustan Naman qaytib kepti. Bu raz gap. Sen tek işenme otamsa. Meni doktorxonaga chiqqan vaqtda uni o'z ko'zim bilib ko'rdim. O hozir bek ko'ranib ketibdi. O chet elliklar tushadigan qalaymиқан turdi ekan. Texi o chiroyli bir qizni og'izga agashtirib olibdi. Hey. Hey. Shundoq chiroyli qiz ekan, agar men uni bilan bir kecha bilayotgan bo'lsam, o'lib ketsam, armonim yo'qdi-da. Yo'lbas. Sen uni bilan ko'rishni xohlamamsan? Ne Fransızca? Yaxshilamsa? Aqtopma, ben seni dağıttım. Obdan, duyacağım, obdan. Ben obdanrak işlep, yavaş yukarı özgürüp, baldırak çıkıp yetiştirişim ben. Obdan. Fransızma işte ha? Yolbas, menimce sen bir ezimet durup, onu bir uşamısan qanday olur da? Qara, hazırca onun hemen nimesi var. Senço, senin hiç nimen yok. Bana, taş çok kupmuş edi, öteye gel. Yolbas. Ne yap koy? Yapacaktınız. Sonuçta? He? Tazağa geçip yattınız o. He, gap qilmang. Mashinaning kanchaqqa etilib ketib, yo'l yarim kun avar bo'ldi. Canım aşkına kirip tamak yerli. Bo'ldi. Hey, kömürünü çürüttün lan. Sonuçta, qani, zatar çekin ha. Rahmat. Bugün keşti ketmey bir şeyde konup kılın. Bo'ldi. Qani, canım girelim. Qanday qilamiz? Yollar tabii. Kaça. Qanday bir ishga aytamamsizlar? Ama çoğunluğunu konuşasak güçlü değilken. Az qoldi. Yapaydı. Ne kosa? Kalmam söz duyacağım. İşte kömür şu kısmı işletken olmaydı. Üzəmcə, yaxşı adam olub getdin mi? Menin şagirdlərim işdə, sən oxşaydı alırız, saat bu baxma.
Yo'q, men qilmayman. Siz boshsiz deb qildiring. Seningcha qaga oppoq kapdagi oyna olamda? Qilmamsan? Sening bu qo'llaring ketma jabidan qo'l emas. Tutolmaysan, ham chapolmaysan. Gapimni angla. Yana bir qatim birga ishlaylik. Qandaq? Yo'q. Bu ishni zodi qilmayman. Opamning men uchun yana ko'z yosh qilishini xohlamayman. Sizni o'tnib qilay. Men bu ishni zodi qilmayman. Afv qiling. Voy ahmoq. Kim pushaymon qilsan? Olmaydı kasak düşüp gitmez. Ey Kudayım ey. Ağzını ucun. Gepimden al. Bomuz boğup öldürüydü mü? Kudayım, ay Kudayım. Bunda kısak olmaydı. Estağfurullah, estağfurullah. Oralık geldi. Hey, deme kızım. Şuna ayaklara bakayım. Ben bir yerden kaçmaydım. Ben hazır meşenim kaçmayın. Ben kaçıp silahlaşkandan keyin andan qarvılık deklat qil. Uqdingmi? Xudo saqlasin. Men unda qilmayman. Men tayrat qilgani chiqib, uning qochqanligini ko'rib qoldim degan. Shundaq bo'lsa, men o'chimni ola olayman. Sen men deklat qilganligingning foydasini ko'rsan. Uqdingmi? Hey, uqdim. Shundaq bo'lsin. Tezmi? Tez. Bu adam qanday qochalaysa? Endi bildim. Endi tushundim. Esingda bo'lsin.
to'la sayragan qağı aval o'qiydi. Agar sen bana hiligarlik ishlatman deydigan bo'lsang, men qaytib kelgandan keyin Tuxumni qanday qilib toshqa o'g'ilsan? Men sening yomonligingni bilaman. ovozing chiqarma. Hepsime gitti. Vay adam kaçtı! Adam kaçtı! Tutqundi! Tutqundi! Adam kaçtı! Yo'lbars kaçtı! Yo'lbars kaçtı! Yo'lbars kaçıp gitti! Yo'lbars kaçtı! Nişan tepilmedi. Qiziq ish bu. U uchib ketganmidi? Cezası yengilles yana kaçtı. Bu 6. katemi. Bunun da bir sebep payda kılıdı. Yukarı dokular kılaylı. Hey, toxta, tekşürmüz.
Öpmekinde adam var mı? Yok. Ha buldu. Ne yürü? Özlerini yolvasının tuqquni deb uning bilan ko'rishni talab qildi. Lekin men ularni zot ko'p boqmagan. Paranglish jarayonida ularning yo'lvasini to'lmaydiganligini sezib qoldim. Texi ularning orasida bir xanzo. Ularning paydo bo'lishi, yo'lvasining qochib ketishini hargizmi oddiy ish degan bo'lmaydi. Hey, siz Hasanjon qatnashsin demoqchimi? Ha, Hasanjon nerede? U sirtda vazifa o'tayotdi. Birinchi numar, 3-numar to'qlat qildi. Nishon topdi. U Pokiston jasdi bor. Hozir qo'rshav ichida. Hujum o'tishni talab qildi. Bilingmi? Qo'ngdi. To'xta! Qo'llayni! Chopsa! Korkma, ben seni kutquz olay. Belli, man endi yaxshi bo'ldi. Bir o'g'rit ko'rdingizmi? Nima? Tavaning ichida. Nedirma, yugash ol. Ha? Sizlar? Sen? Ha? Hasanjon? Oh.
Yoldaş, sizlarning xunjirang ne ketdi? O baytıl çıkıp ketken. Hazır kilde oturup durun. Kapınmay, yine azırak kıyıp koyasız. Bir yer yengidin geldiniz mi? Qandaq bildiniz? Ben bir yer daim kep durma. Sizni kömep dikenmi? Ben Şanshan Saqchilar institutunu bitirip praktikaga kelgan. Nima? Saqchilar instituti? Beijingdan geldiniz mi? Boşroq so'zlang. Ishkir ko'yda odam uxlayotdi. Birisi uxlayotdamda. Shundaq. Kechirgaysiz. Baya Hong Jujangmi menga mushundaq muomala qilgandi. Bu qiling. Qanda qaltis kishgan o? Hozirgacha uxlaydigan. Men bu tonimaydi ekanman. Jinoiy ishlar bo'limining boshlig'i da qildim. Hasanjanmi? Shundaqda kelganimga bir qancha kunlar bo'lib qoldi. Hozirgacha uning bilan ko'rishalmadim. Kishiga nihoyatda sirliq tuyuldi ekan. Mening o'ylaganimdan farqi bek cho'ng ekan. Men uni maxsus ziyorat qilish uchun kelgan. Siz ziyorat qilib kelgan bo'lsangiz, biroz saqlab turing. Men bu boshliqning qabul qilishini saqlay olmayman. Xo'shamsiz? Hey, choy qo'yib qo'ydim. Sovib qolmsin. Voy, Xonjajon qaytib kelibsiz-da. Voy, chetin kelib qopti-ku. Xontaga, yaxshimisiz? Qandaq, yaxshimisiz? Yaxshi. Adamdan salomatlik yaxshidir. Yaxshi, bundaq so'z odamga bak tas keldi ekan. Hey, uxmaysiz. Ular, ondaraq dam olmoqli, bir haftadan ishib ketdi. Keling, bu yoqqa o'tir. Bu qitim yan nima ish bilan keldingiz, ha? Uxlayotgan qahramon ziyorat qilish uchun keldim. Hey, nima deb meni ziyorat qilmaysiz? Siz nima? Siz degan yig'in ochadigan qahramon-da. Sizsa qizchaq. Haras, men sizlarni tanishtirib qo'yay. Bu yoq Beijingdan kelgan praktikant student. Biz tanish bo'lgan. Ha? Bu bizning muhofazachilar gazetimizning muxbiri bo'ladi. İsmim Lo Ting. Bana ko'proq yordam qilasiz, Hech gap yo'q. Qo'y, sizlarni o'qitadikmi nima? Yo'q, uyg'ur qandoq? Yaxshimisiz? Siz institutni bitirib kelgan Wangjin bo'lamsiz? Siz bilan ko'rishmak bakmi taskin. Kechiring, men sizni ko'p saqitib qo'ydim. Voy boshliq, men bilan ko'rishmaysiz-ku. Men siz o'yg'ongacha kutib turdim. Sizni saqitib qo'ydim, kechiring. Bo'ldi. Menim kechiring.
Bundan keyin razvedka guruhinglar bilan birga bo'lgan bo'ldim. Siz menga ko'proq yordam qiling. Nima? Xongjijan, dadam meni tasdiqladi. Ben şu. Ha? Vay ablaq. İşin bolmasa, bana telefon berme dep sana aytqandim go. Bo'ldi. To'l so'zma. Konjayda uchrashaylik. Men hozir borman. Voy, qo'rqmaydigan. Qachon qaçqan? 4-5 kun bo'ldi. Voy dutla. Endi xabar qilishyaptimsa? Biz uni bugun uqdik. Darhol odam uyatib bizdanglar. Cho'qim deb kelinglar. Bo'ladi.
Aypaşa. 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 Siz bir yer ekansiz suyumligim. Sizni ko'p saqlab ketdim. Juring. Men tujunni tursam. Oy, boshqalar ko'rib qoldi. Hech nima bo'lmaydi suyumligim. Keldik. Tezroq bo'layli. Ey, tashqishlar tuzumi diqqat qilaylar. Turinglar. Shunda qildi. Oldi bilan biz berib, xizmatchi xodimlardan so'rab boqayli. Men bir so'rab boqaychi. Yo'ldosh. Ma ishkichatlik sizlarning mehmonxona tushibdi ekan. Bularning qaysi yotoqligini deb bersangiz ekan. Bo'ladi. Men qarab boqay. Sizlar so'rag'anlar helil chiqib ketib qopti. Nima? Chiqib ketdi? Ne ketdi? Men adim bilay. O'z davlatiga qaytib ketgandi. Boshliq. Biz chiqib ularning yotiga qarab boqandik ya. Sizlar kim bo'lisizlar? Soqchidan kelibsizlar-da? Yomon odamlar tutamsizlar? Yo'q, biz uni og'ayinsi. Bu mu naqshdi? Ular bizden pul qarz algan. Biz shuni og'ili kelib edik. Pulinglarni? Tova. Chet elliklar qarz olib qopti-da. Mundaq gap. U asli bizni mollamoqchi. Biz endi uni sotmaydigan bo'ldik. Shunga mal. Nima maldi? Sizlarga ozroq dollar lozim bo'lib qopti-da. Hayronman. Chet elliklarning nima bilan setib oladi? Hech qanday narsa emas. Bir dona san'at bo'yimi? San'at bo'yimi? Nima san'at bo'yimi? Osar atiq bo'yimlar bo'lib qolmisin yana. Bir parcha moyber qilsin. İsmi Zarafshon daryosi bo'yidagi javulda xotin. Ko'rganmidingiz? Zarafshon daryosi bo'yidagi javulda xotin? Ko'rmabdiman. Yaqinda boshqalar kelib ularni izladimi? İzligini yo'q. Ular atigan chiqib o'tib ketdi, qaytib keldi. Hech kim ularni bir haqiqatan izlab boqmadi. Undaq bo'lsa, rahmat sizga. Avar qildik. Juringlar. Xo'sh emsa. Xo'sh, xo'sh emsa. Xo'sh. Chet ellikka yorib qolgan. Qandaq narsa-da? Nima? Zarafshon daryosi bo'yidagi javulda xotin? Bekar menish bo'ldan bo'ldi-da bu. Endi qanday qilamiz? Keyinchi birim deyishayli. Adam bormi? Balkonda o'g'rilar! Yo'lvoz. Zarafshon daryosi bahayrat uzun kelsan asirlar bo'yi unsiz yosh to'kkan
zarafshan daryosi bahayvat daryo tushlarindimi bo'lsan ayon anam sütüde mehrin cisminde sevgi hürmetim kalbimde hamar